O'limdan qo'rqasizmi? 1977-yil tug'ilganman, değil mi? Sen nechinchi yil tug'ilgansan? 97. 1996-yil qayerda edi? Onamning qornida. Ruh qayerda edi? Ruh ham bu yoqda edi. Sen ham bu yoqda eding. Allohning buyrug'i bilan bu dunyoga kelding. Men ham xuddi shunaqa. 1996-yili sen o'z uyingda eding. 1976-yilda men ham o'zim uyimda edim. Keyin bu dunyoga mehmon sifatida keldik biz. Nimaga endi o'z uyimizga qaytishdan qo'rqishimiz kerak? Faqat kim qo'rqadi? Gunoh ko'paysa odam qo'rqadi.